Bu videoni ko'rganingizdan keyin bu oyoq kiyimni umuman umringiz davomida olmaysiz. Batafsil video obzorimiz, bu modelimizning nomi oyoq kiyim bo'ladi. Sportivniy kostyumlarga, shimlarga ham ketaveradigan modellarimizdan biri. Instagram sahifamizda batafsil oyoqda qanday chiroyli ko'rinishini batafsil aytib o'tganman. Telegram kanalimizda oyoqda qanday turishlari, rasmlari har taraflama ko'rsatilib o'tgan. Shu videoyimizni opisaniyasida batafsil Telegram kanalimiz, Instagram sahifamizni silkalari qo'yilgan. Bemalol obuna bo'lib 24 ga 7 telefon qilishlaringiz mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqmasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Bu modelimizni umringiz davomida olmashingiz uchun eng katta sabablardan biri bu modelimiz do'stlar sizlarga kamida 3 sezondan 5 sezongacha kiyiladigan model bo'ladi do'stlar. Bu modelimiz eslasalaringiz bitta zo'r mashinamiz bor. Katta bir 100 ming dollarmi, 150 ming dollar. Ana shu mashina odamni chiritadi deydi. Bu model ham odamni chiritadigan modellardan biri. Qishga, bahorga, kuzga zo'r to'g'ri keladigan modellarimizdan biri. Ichi terma bo'ladi. Suv umuman o'tkazmaydi inshaalloh, lekin chelaklab suv quysalaringiz, tomchilarni to'q 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 etib quysalaringiz o'tish ehtimoli bor. Lekin umuman o'tmaydi, chunki tepasi membrana bo'ladi do'stlar. Ichki patagi yumshoqqina. Mana do'stlar, zo'r, chiroyli, ixcham, yumshoqqina modelimiz. Ichi polностью terma, tag qismi tikilgan do'stlar. Tag qismi tikilgani bois bemalol ishonch bilan ayta olyapmanki, kamida 3 sezondan 5 sezongacha chidaydigan modelimiz. Do'stlar, tag qismi rezina, o'rta qismi pena, tepa qismi membrana bo'ladi. Razmerlari 41 dan 45 gacha. Do'stlar, bu modelimiz bemalol perevaldagi sovuqqa ham, ko'chadagi issiqqa ham, yozdagi sovuqqa ham bemalol chidaydigan modellarimizdan biri. Lekin bu modelimizni olishni sizlarga maslahat beraman. Maslahat tavsiyadan arzonroq turadi. To'g'rirog'i sizlarga tavsiya beraman. Sababi shundaki, buni olganlaringizdan keyin birinchi o'rinda 3-4 sezon kamida kasal bo'lmaysizlar, gripp bo'lmaysizlar, burunlaringizdan suyuqlik oqmaydi do'stlar. Negaki, eng birinchi kasallik kelib chiqadigan narsa oyoqdan kelib chiqadi. Oyog'ingiz sovqatsa gripp bo'lasiz, burningizdan suyuqlik oqadi do'stlar. Bu modelimiz oyog'ingiz ixcham ko'rsatib, issiq tutib, chiroyli qilib ko'rsatadi. Uchrashuvga chiqadigan aka-ukalarimizga ham zo'r bitta tavsiya, shu oyoq kiyimda chiqsalaringiz, men o'zim shaxsan aytyapman, inshaalloh uchrashuvga chiqqan zahotlaringiz qizni o'zi rozilik berib yuboradi. Gap bo'lish mumkin emas deydi. Chunki bu oyoq kiyimni didi bor, didli aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz kiyadi. To'g'riroq opa-singillarimizga ham to'g'ri keladigan modelimiz uni deyiladi. Uni degani ham womenlarga ham lady is gentleman deydi. Nima deydi? Erkaklarga ham, ayollarga ham to'g'ri keladigan modelimiz. Chunki men xursandman. Ayollarimiz baquvvat, zabardast bo'layotgani uchun ba'zi ayollarimiz razmerini ko'rganman 41 dan 43 gacha katta oyoqlar bo'ladi. Oyog'iga shunaqa asal toy bo'lib o'tirib qo'yadi do'stlar, og'izlaringiz ochilib qoladi. 24 ga 7 shunaqa modelimizni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Oyoqlaringiz ezilib ketmaydi. 24 ga 7 yursalaringiz ham oyoqlaringiz toliqmaydi. Xo'p, 100 ming dollarlik, xo'p 500 million so'mlik mashinada yuringizlar, statuslaringiz yanada yaxshiroq qilsa qiladiki, lekin pastga tushirmaydi. Negaki bu modelimiz har doimgidek trendda, любой payt, любой yerda yursalaringiz ham doim obro'laringizni oshirib, boyroq ko'rsatadigan modellarimizdan biri. Hozircha bu modelimizning narxi 480 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul. Oyoq kiyimlaringizni biz enini, uzunasini o'lchagan holda 100% razmerlaringizni to'g'ri tushirgizdirib, oyog'ingizga to'g'ri keltirgizdirib beramiz. Negaki, birinchi o'rinda har bir oyoq kiyimni jo'natishimizdan oldin biz har bitta klientimizga oyoq kiyimingizni uzunasini o'lchang, ya'ni oyog'ingizni uzunasini o'lchang. Buni oyoq bo'lsa, keyin buni lineyka. Shuni o'lchaganingizdan keyin oyoq kiyimingizni razmeri kelib chiqadi. Shundan kelib chiqqan holda bemalol oyoq kiyimlarni zakaz qilishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimdek ko'k ko'z bola 200 dan ortiq modellarimizni batafsil videolarini,
qiziqarli, bir-biridan qiziqarli zo'r obzorlarimizni Instagram sahifamizda, Telegram sahifamizda bemalol topishlaringiz mumkin. Основной Instagramimizda har bitta modelimizni obzori, Telegram sahifamizda esa har bitta modelimizni 10 ta rasmi bor, har xil tarafdan ko'rinishi и har bitta Instagram videoyimizda oyog'imizda qanday qo'limizda ko'rsatayotgan modelimiz ko'rinishini batafsil aytib o'tamiz. Jigarlar, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.